Hayotda har kim o'ziga berilgan umrdan, vaqtdan unumli foydalanib, katta maqsadlar qo'yib, ularga erishib, hamma qatori baxtli bo'lishni, eng oldi bo'lib yurishni, yaxshi uylarda yashashni, yaxshi mashinalar minishni, ehson qilguvchi boylardan bo'lishni juda xohlaydi. Lekin qarasangiz, har kim ham bunday baxtga, bunday hayotga erisha olmaydi. Sababi nimada bilasizmi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nimaga insonlar baxtlilar va baxtsizlar qatorida bo'ladi? Kimlardir boy, kimlardir kambag'al. Aslida yaratgan Egam bizga imkoniyat beradi. Aql va ong berib, zabon berib, maqsad yozish uchun, uni amalga oshirish uchun hamma imkoniyat eshiklarini ochadi. Lekin biz anglamaymiz, tushunmaymiz, bilimimiz yetmaydi va maqsadlarimiz amalga oshmagandan nolib, noshukur hayotda insonlar bilan o'zimizni solishtirib, umrimizni go'zal qismlarini ham behuda o'tkazamiz. Sizlarga aslida maqsadni to'g'ri yozish emas, maqsadni qanday amalga oshirish texnikalari juda ham muhim. Agar bu sizga ham qiziq bo'lsa, kommentariyada plus belgisini